G'ijduvon tumanida O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi hamda 11 noyabr kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan tantanali madaniy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi G'ijduvon tuman bo'linmasi kengashi tasarrufidagi 150 nafar boshlang'ich tashkilot raislari, 10 nafar mehnat faxriylari hamda O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari Respublika kengashining Buxoro viloyat bo'yicha mas'ul tashkilotchisi Nosirova Rayhon Kenjayevni tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri Jumayeva Hidoyat ishtirok etishdi. Bayramona ruhda o'tgan tadbirda kasaba uyushmalarining ta'lim sohasi xodimlari manfaatlarini himoya qilish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va jamoaviy birdamlikni mustahkamlashdagi o'rni yuksak e'tirof etildi. Haqiqatan ham bu mana 120 yillik kasaba uyushmasining bayrami respublika bo'yicha juda ham keng nishonlanib boryapti. Biz ham bugun G'ijduvon tumani kengashida o'zimizning mana shu kasaba uyushma boshlang'ich tashkilotlari bilan birgalikda shu 120 yillik bayramini bir tadbir qilib nishonlashni lozim topdik. Tadbir so'ngida fidokorona mehnati, kasbiy faolligi va jamoa manfaatlarini himoya etishdagi tashabbuslari uchun bir qator ishtirokchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Bo'lib o'tgan 1-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida bo'lib o'tgan 9-qurultoyda delegat sifatida ishtirok etdim va bundan juda ham xursandman. Bugun mana ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu bizga berilgan ishonch belgisi deb bilaman. Shu o'rinda 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni bilan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etaman. Mana sudah eskalik statueta saham berumur eskalik ucur Yunus akan menegakkan top 9.